O'qishga qiziqishim yo'q edi. 10-sinfga chiqish niyatim yo'q edi. Kerak narsa muhit o'zgardi, ustozlar, eski maktabimda ham yaxshi ustozlar ko'p edi. Hammasi tajribali, yaxshi. Misol uchun shahar bo'yicha olganda ham reytinglari bor edi ustozlar. Lekin nima desam bo'ladi, baribir muhit ta'sir qilar ekanda. Misol uchun oddiy maktablarda o'qisangiz, ustozga borib tushuntiring desangiz tushuntirib beradilar. Menda qiziqish ham bo'lmagan, yo'nalish ham bo'lmaganda, ustozlar hammasi yaxshi. 100% ustoz, hammasini hurmat qilaman. Hammalarida experience, tajriba, metodika, hamma narsa bo'yicha oldinda. Ancha oldinda. Ustozga biz qiziqadigan savollarni beramiz, ustoz javob beradilar. Hamma yo'nalish bo'yicha-da. Bolalarning qiziqishiga qarab gaplashiladi ustoz. Xarakterim o'zgardi. Bunga o'sha katta sababchi ustozlar. Assalomu alaykum Abdulaziz. O'zingiz haqingizda ma'lumot bersangiz. Va alaykum assalom, ustoz yaxshimisiz? Men 10-sinfman, ismim Abdulazim. Rahimov Schoolga bu yil kirdim. Qiziq savol, nimaga 9 yil boshqa maktabda o'qidingiz va 10-sinfga kelganda maktabingizni o'zgartirdingiz? Bunga ko'p narsalar sabab bo'ldi. Asosiylari maqsadim o'qishimni to'g'rilash va o'zimni tushun behaviorda yaxshilash, muhitni o'zgartirish. Rahimov Schoolga kelish tarixingizni aytib bersangiz. Men oldin 9 yil maktabda o'qiganman. Deyarli o'qimaganman desam ham bo'laveradi. 5 yil boshida birdan 5-sinfgacha oddiy o'qiganman. Misol uchun ustoz aytganlarini qilardim, yozib o'tirardim va vazifalarni qilardim bo'ldi. Juda qiziqib o'qimasdim, o'qishga qiziqishim yo'q edi. Keyin o'zim qo'yib yuborganimdan keyin, ancha qo'yib yuborganimdan keyin uydagilar kontrolga olishdi. 6 dan 8 gacha o'qidim. 6 dan 8 gacha o'qib, tam olimpiadalarga tayyorgarlab, bir narsalar qilib, keyin yana o'zimni qo'yib yubordim. 9-ni bitirganimda maktabda 10-sinfga chiqish niyatim yo'q edi. Faqat kursga borib kelib, o'shani qilib yurish niyatim. Keyin yozda keldim, ustozlar bilan suhbat qildik, aylanib ko'rdim. Boshida ko'rganimdagi reaksiyam tam yaxshi bo'lmagan. Boshida kelib ko'raman, yoqmasa chiqib ketaman degan nimada kelganman. Keyin yaxshi yoqdi. Bolalar, muhit, ustozlar, dars o'tishi, hamma narsa yoqdi. Men qoldim. Nimaga aynan, ya'ni maktabda emas, o'quv markazida o'qimoqchi bo'lgansiz? Sababi maktabda dars chuqurlashtirib o'tilmasdi, hamma bilan birga o'qitilar. Misol uchun siz bilasizmi, uni bilmaysizmi, farqi yo'q. Kursga borsangiz, o'zingiz darajangiz bilan qo'yadi. Darajangiz bo'yicha o'qiysizda, chuqurlashib ketaverasiz o'zingiz xohlaganida. Asosiy nima shu edi, sabab shu edi. Xo'p, demak, Rahimov Schoolga keldingiz, keyin yana qaytib ketmadingiz-da o'quv markaziga, balki shu maktabda qoldingiz. Nima uchun? Ketish sababi yo'q-da. Sababi hamma narsa nima deydi, xohlaganimdaqa deydimi? O'sha xohlaganimdaqa hamma narsa kerakli narsa bor edi. Kerakli narsa muhit o'zgardi, ustozlar, hammasi. Misol uchun eski maktabimda ham yaxshi ustozlar ko'p edi. Hammasi tajribali, yaxshi. Misol uchun shahar bo'yicha olganda ham reytinglari bor edi ustozlar. Lekin nima desam bo'ladi, baribir muhit ta'sir qilar ekanda. O'qimasdim-da, o'zim qiziqmasdim. Keldim, ustozlar misol uchun darsda qiziqarli qilib, hamma bilan adin shug'ullanishadi ustoz. Tibbiy spesifika har bitta o'quvchi bilan bittasi qolib ketmaydi. Demak, o'quv markaziga borish uchun qilgan maqsadingiz, ya'ni o'sha alohida guruh, boshqani maktabda topdi, shunaqami? Ha. To'liq, ortig'i bilan. Ya'ni Rahimov Schoolga kelganingizgacha va kelganingizdan keyin hayotingizda nimalar o'zgardi? Asosiy narsalari menda o'zim uchun behavior o'zgardi, bilimim va xarakterim o'zgardi. Bunga o'sha katta sababchi ustozlar. Eng katta sababchilar ustozlar. Ya'ni xarakter, o'zim tutishim, ijtimoiy aloqalarim o'zgardi deyapsiz. Nima tomonga o'zgardi? Oldin qanaqa edi? Nima sababchi bo'ldi va hozir qanday? Oldin o'sha aytganimdek o'qimasdim-da. Kirib, prosta yozib o'tirardim dars bo'lmasa, ustoz kelmasa, bolalar bilan o'ynagan chiqib ketardik, boshqa bo'lardi. Hatto xohlasang o'qi degan narsa ham bor-da, meni eski maktabimda. Bitta o'qiysan. Balki kelishda o'zi maqsad bilan keladi ko'pchilik. Misol uchun har xil odam bo'ladi. Menga misol uchun kelganda ketaman degan niyat bilan kelganman, lekin qoldim. Sababchilar ustoz atrofimdagi bolalar, do'stlarim, hammasi zo'rda. Hozirgi holatim, xarakterim yaxshi tomonga o'zgarganda, men oldindaqa agressivniy yoki
o'qishga qiziqishim yo'q emasdi. Qiziqishim bor, o'zim yo'nalishimni topdim. O'sha bo'yicha yuryapman. Hozir kerak bo'lsa chet elga o'qishga ketmoqchiman. Shunaqa. Demak, oldingi maktabingizda o'sha ko'p urushlar bo'lgan deyapsiz. Shu haqida aytib bersangiz. Bu odatiy holida urushish, bolalar bilan gap talashish yaxshi, odatiy normal holatida o'sha aytganimdek agressivniyimda. O'ta xarakterim ham og'ir edi. Masalan, qaysar deydimi yo faqat o'zimnikini, masalan, bo'ladi. Dominiy deydimi, o'sha boshqarishni yaxshi ko'rardim. Hammani. Hatto mana so'rovimda ham atrofimdagi bolalar ham masalan bo'ladi. O'qimaydi-da. Gaplashsangiz ham, misol uchun, muomalasi yaxshi bo'lgani bilan ko'chada yurganda ko'pi ishlab yurgan, boshqa qilgan shunaqa. Keyin urush masalasiga kelsak, ustozlar bilan gap talashib yoki bitta savol tushib qolsa, debatda gap talashib qizishib ketib qolishim, katta sinflar bilan urushim, gap talashib, urush yaxshi normal holat edi menga. Bu maktabga kelganingizda nima ta'sir qildiki o'zgardingiz? Eng asosiysi o'zimni bosib olib, maqsadimni topganimdan keyin qayerga borishimni harakat qilishni boshlaganimdan keyin unga vaqtim qolmadi o'zi. O'zimni bosib, agressivnost tushirish uchun asosiy qilgan ishlarim ustoz bergan vazifalardan o'zi ortmayapman. Lekin asosiysi o'sha ustozlar bilan maslahatlashib, bosib ustozlar kichkina, katta deb hurmatni o'rgatdi. Plus o'sha meni behaviorimni nima yetishmayotgan bo'lsa, hammasini to'ldirishdi. Yetishmayotgan narsalar. Mana aytyapsiz, oldingi maktabimda ham mutaxassis ustozlar, professional ustozlar ko'p edi. Bu yoqda ham shunday. Lekin nimaga u joyda o'zgarmagansizda, bu yerga kelib o'zgardingiz? Sababi o'sha aytganimdek, atrofimdagilar ham o'qimasdi, men ham o'qishga qiziqmasdim. O'qishga qiziqishim yo'q edi. Maqsadim yo'q edi. Maqsad bor edi, qanaqa desa, ishlab pul topish edi. Ko'pincha o'qirdim ham, lekin kamdan-kam. Batga kelgandan keyin masalan bo'ladi, chet elga o'qishga topshirish yoki masalan bo'ladi, bolalarda mendan oldindaligini ko'rib, mendan yutuqlari ko'proqligini ko'rib, shu ham menga motivatsiya bo'ldi-da. Shularga qarab ham nima deydi, kompet deydi, musobaqalashib, ularga yetib olish maqsadida ham hali o'qishim kuchaytiryapman-da. Oldingi maktabingizda ham aytyapsiz, ya'ni mutaxassis ustozlar bo'lgan va bilimlari shahardagi, demak, yuqori o'rinlarda turgan. Nimaga bo'lmasam o'qishga qiziqishingizda kamroq bo'lgan, ya'ni ustozlarning munosabati qanday farq bor? Ustozning munosabati o'sha hamma maktabda qilib, misol uchun oddiy maktablarda o'qisangiz, ustozga borib tushuntiring desangiz tushuntirib beradilar. Tushuntirmaydi emas, tushuntiradilar. Buning uchun o'zingiz qiziqishingiz kerak-da. Menda o'sha qiziqish bo'lmagan. Menda qiziqish ham bo'lmagan, yo'nalish ham bo'lmagan-da. Men faqat misol uchun ayrim fanlarda o'qibamki, qanaqa misol uchun darsini qilib qo'yib yoki ustoz bergan vazifalarni qilardim. Qolganlarida ustoz kelmasalar yoki ustoz kirsalar, ruxsat so'rab yoki ustoz hozir kelaman deb turib, bolalar bilan o'ynab ketaverardim. Shu ham nima bo'lgan, minusim bo'lgan. Bu maktabda qaysi ustozlar, ya'ni eng yaxshi ko'rgan ustozlaringiz kim? Eng nimasi Muhammadjon ustoz, u shubhasiz. Lekin ustozlar hammasi yaxshi. 100% ustoz, hammasini hurmat qilaman. Hammalarida experience, tajriba, metodika, hamma narsa bo'yicha oldinda-da. Ancha oldinda. Ancha o'quv markazlarida, men misol uchun shaharda ko'p o'quv markazlarida o'qib chiqqan bo'lsam, ancha o'quv markazlarida bunaqa yo'nalish yo'qdi. Bitta mavzuni ikkita darsga bo'lib o'tsa, bitta mavzuni to'liq shunday tushuntirib berishadi. Bu metodika bilan experience'ga ko'proq bog'liq deb o'ylayman men. Ustozlar hammasi zo'rda, ko'p hammasida. Shuning uchun hammasini hurmat qilaman ustozlar. Tarbiya darslari bor va tarbiya darslari yoqadi deysiz. Ya'ni nimasi bilan yoqadi tarbiya darslari? Asosiy farqlari, misol uchun, maktabdagi tarbiyada kitob bo'yicha berilgan mavzu bo'yicha gaplashiladi. Bizdagi tarbiyada mavzu alohida mavzu emasda bizda yetishmovchiliklarda yoki o'sha kerakli bo'lgan narsalar, bolalarga kelajakda kerakli bo'ladigan narsalarda o'sha diskussiya qilamiz, muhokama qilamiz va savol-javob qilinadi bizda. Ustozga biz qiziqadigan savollarni beramiz, ustoz javob beradilar. Hamma yo'nalish bo'yicha-da. Bolalarning qiziqishiga qarab gaplashiladi ustoz. Oxirgi savol. Abdulazim, ya'ni aytdingiz, boshida agressivniy bo'lganman va maktabga kelib bu yerda o'qishni xohlamaganman va boshqa bolalar ham kelishi mumkin. Kelganda, ya'ni maktabda o'qishni xohlamaydi, lekin vaqt o'tishi bilan o'zgarishi mumkin. Shunday o'quvchilarga nima degan bo'lardingiz? Ular kelish kerak birinchi. Ular muhitni ko'rish kerak, ustozlarni ko'rish kerak. Kelganda birinchi qiladigan ishi o'zining yo'nalishini topib olish kerak.
sababi bemaqsad bo'lgandan keyin yuraveradida. Bitta o'qidim, nima bitta o'qidim farqi yo'q. Ustozlarda ham kerak bo'lsa unga daxli yo'qda. Ustoz shug'ullansalar ham farqi yo'q. Maqsad topadi, o'zini yo'nalishini topadi, o'shanga qarab harakat qilishni boshlagandan keyin rezultat ko'radi, o'zida o'zgarishni keyin ko'radi. Ungacha kelib bag'dagilar bitta ko'rib, ayniqsa sharoitda bag'dagi ustozlarni shug'ullanishni darslarini ko'rib, keyin hal qilish kerak uni. Aynan bitta gap aytolmayman. Maqsad qo'yish kerak deyapsiz. Shu maqsad qo'yishingizda, ya'ni maktabda o'rni qanday bo'ldi? Maktabda muhitni, atrofimdagilarda katta farqi bo'ldi. Aynan o'sha aytganimdek, bolalarda o'zini maqsadi qo'yib, o'sha maqsad bo'yicha yurayotganiga qarab, men ham o'zimni tezroq maqsadimni topish niyat keldi deydimi, men ham aniq qildimda keyin o'qishimni, yo'nalishimni o'shanga qarab harakat qilishda boshladim. Katta rahmat Abdulaziz, vaqt ajratganingizga. Kelajak o'qishlaringizga omad tilaymiz. Rahmat ustoz.